qilamiz? Xapdinlar. Hey. Jamshid, ma o'ygani qoch yuzi bilan kirding sen. Bugun men to'liq kursga qabul qilishning eng oxirgi kuni deyman, shundami yo'qmi? Ma chaqir qog'ozing qani? Ma chaqir qog'ozingdan asarmi yo'q deyman. Hey, bugun men to'liq kurs qabul qilish oxirlashgan tursa bizga men mahalning oldi 100 kerak emasmi? Ha? Odil o'tgan to'liq kursga nima ish o'tamaysan? Ha? Rohila o'tgan to'liq kursga sen nima ish o'tamaysan? Yaqla! Qahnan bo'lsin, yapsa bo'qyab cho'g'ami ya? Ha? Ya muallim 2 kun dars o'tab, seni sinfdan sirtga chiqarib qo'yganmisiz ya? Men opam san dahshat o'qitimizni niye kundan ko'mdik biz? Endilikda sen bizga qaytargan javobing mush olmadinglar. Yaqla! Hocam. Ben size 100 kilomayman, meni kechiringlar. Men cho'qim oddiy shekdek ishlab bo'lsin, men qo'limga qaytarma. Non qilib qolgan. Biz nima qoldiramiz, bizga qaytarib bersin deb qilyapmiz sana? Ha? Biz ko'rgan Japonni bir ko'msin. Japon mushaqqati bir nere turib, halovat ko'rib, rohat ko'rib yashsin deb qilgan kimga ishimiz qamini isqansa yo'qmi? Atugul Rohila bilan Odil Çamdan so'rab, daşay mansikalning yerim bo'lmamda. Bizga bu mahalning oldida bir qo'lim qo'shni oldi, bir 100 kerak bo'lmamda. Istimlar san qilib ketgan jafolarimiz bizning ajrimiz bunlar. Nim bo'ldi shu. Bugun men to'liq kurs qabul qilishning eng oxirgi kuni qara aka. Odamlarning ya bir chaqir qog'ozning asri yo'q. Uy kirib ketgan ochig'imni chiqaraman deb bir necha yig'iz gap qilib olgandim. Uni talatiga qarab texim ko'nglim yerim bo'lib ketdi shu. Sen nima ko'ngli yerimdan qattiq tegisa? Onun şu Ali maktab o'tamagan o'zida men shu ig'ir alam emasman. Qani o'dinlar o'zi? Müşahede battı tık bayamlam. Dinlar! Buldu sen saran oldun mu? Oka. Canım sana. Nima qilib yurgandim o? Canım sana. Bu Ali mektep degan shunda bir istiqbolni tugashtirgan qo'rqinchli maxluq ekan. Jinim singlim unda qilma, seni qo'shib qolay. Deb o'tanmasang hech qisi yo'q, lekin bunda ahmoqlik qilma jinim singlim. Sen bizga lozim. Kechir singlim. Men xato qildim. Sening hissiyotdan o'ylashmay xato gap qilibsam, qo'pol degib. Sen ig'ir kelgan ozibsan, uni ig'ir gap qilmasam bo'pti ekan. Nimiz ahmoq qilib yurdigan deyman. Oka. Hocam beni kechiringlar. Sizlarning mendan kutgan umidimdan oqlayapman. Sizlarga herkes kelinmayman. Biz unda dema jinim singlim. Mening bu 2002 saqlan bo'ldi ekan. Men seni cho'qim Ali maktabda o'qitdim. Men herkes dadamning yo'qligini sizlarga chondurmayman. Sen bizga lozim jinim singlim. Endi bunlarni qanday qilamiz aka? Nadim o'qitamiz. Bundan xotirjam bo'linglar. Men dinlarninki bu natijasi bilan to'liq kursga o'tamaydiganligini birolam his qilgan. Shuning necha kun avvallam maktab o'qishib yurib, bir maktabni o'qishib qo'ydim degina. Maliqi qo'shnimiz Aliya bor-ku. Ash Aliyami o'tgan yili to'liq kurs imtihonida 240 qilib o'tamabdi ekan-to'q. Shu maktabda o'qib bu yil 314 numar bilan to'liq kursninki birinchi turkumga o'tibdi deb shunday deydi. Men shu maktabdagi to'liq o'tiruq qismining mas'uli Ibrohim muallim bilan aloqalashdim.
O mektepte bütün günlük ders ötüldüğün yataklık mektepken. Hem de üstü üçün hem fənlərdə şunla bək yaxşı tərbiyələnirkən. Balalarınki etdigenlik müzakirə olsun, keçlik müzakirə olsun, bütün günlük ders həmmisiga şunda bək qattiq nazoratçılıq qılmaz deydi. Hatta ata-anasının ruxsatsız mektepdən teşiqini çıxarmayımız deydi. Hatta mektebin içidəmi balaların telefonu işlətib qoymaydı ekan. Mən sənə şu məktəbə tizimini qılıb qoyay. Bir yıl şu məktəbdə oxusan, kelər yeni to'liq kursga imtihon bersan, cho'qim o'tib ketsa. Acep yaxshi xabarki aka. Aka onda o'z ishtik tizim detaliyan son to'shab ketmasin. Ne ben Bunun bir şey buraya gizli 133 99 97 77 55. Muşlumunca öndüler koşup bu telefon kısım alaqlaşıp aş mektep kilim tizimini tek sen şu mektepten çıkıp böyle önce git. İştik tizim detaliyan Ben sen valimden bir alaqlaşıp kılgana annem biz sen önce açık böyle. Şu mektep bir yıl hatırlayacağım okugan. Lekin endi bunda ahmaklık qilma.